Assalomu alaykum. Eng katta vesim 86. Yaxshimisizlar? 86 ves bilan bu yil rekord qo'ydim. O'zimning vesimga juda ham katta, eng katta vaznim 86 kilogramm bo'ldi va 1 oy yoki 2 oy oldin TikTokka, Instagramga video joylagan edim va o'sha videolarim uchdi. Shu bilan ko'zim og'rib qolgan sabab men Instagramdan ham TikTokdan ham yo'q qoldim qizlar va yana qaytib keldim. Shu vaqt oralig'ida hech qanaqa diyeta, hech qanaqa to'g'ri ovqatlanish bilan zanimatsiya qilmadim, chunki ko'zim og'rigani uchun hech narsa yoqmadi. Faqat doktorga qatnab yurdim. Endi asosiy temaga kelamiz qizlar. Men hech qanaqa endokrinolog, diyetolog, nutrisolog unaqa odam emasman va meni professiyam umuman boshqa. Men fotografman professiyam bo'yicha, lekin professiyamga oid yaxshi videoga olishi yoki yaxshi rasmga tushishi yoki yaxshi rasmga olish bilganim uchun meni ko'rgan odam yoki rasmlarda ko'rgan odam meni sevimli deb o'ylamaydi. Не только men sohamdan kelib chiqmagan bo'lsam ham, liboy qizlarimiz, ayollarimiz bu temani juda ham yaxshi eplashadi. Ya'ni o'zligini qayerdan rasmga tushsa уже chiroyli tushadi, qaysi taraf рабочий taraf, qaysi tomondan ozg'in ko'rinadi. Buni mendan ham yaxshi eplashadi qizlar, to'g'ri. Lekin hayotda o'zinglarni oynada ko'rganinglarda bu temani baribir bekitolmaysizlar. Har doimgidek tarozga chiqqaninglarda taroz o'zini gapini aytadi. Oynaga qaraganinglarda o'zinglarni jirlaringlarni, nedostatkani joylaringlarni bemalol ko'rasizlar va o'zinglarni aldolmaysizlar demoqchiman. Va yana aktivni o'zim blogimga olib bormoqchiman ozish haqida va hammasini detalni to'xtalib o'tmoqchiman.